Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Ishlar joyidami? Mana inshaalloh yana bitta klientimiz yana Xorazmga yuk chiqaryapmiz, xudo xohlasa. Aloqaga chiqaverasizlar. Yagomislarimiz. Og'zi tikilgan, hammasi qoplarimizni to'plangan. Yo'q, endi har xil xalta bo'lib ketdi. Mana bu yog'imiz inshaalloh bir xil qolib ketadi, xudo xohlasa. Mana bu yog'imizning ahvoli granula holatda elangan 05 elakdan. Xudo xohlasa uyaltirib qo'ymaydi. Mana shunday holatda mana granula holatda yetkazib beramiz. Narxlarini aloqaga chiqsangizlar, oladigan tonna kilongizga qarab kelishaveramiz. Mana inshaalloh. Hozir 50 tonna zakazimiz yuklash boshlanadi. Mana shu yerdan. Xudo xohlasa buradimiz. Inshaalloh ketadi. Xudo xohlasa. Oldin yengil bo'lsin deganda 677 chaqman keldim da olam. Hozir zakazimiz ketadi inshaalloh. Mana shunday. Xudo xohlasa.